Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. O'zbekiston tarix fani bo'yicha birinchi mavzumizdan darsimizni boshlaymiz. Birinchi mavzumuz O'zbekiston tarix fanining predmeti, nazariy metodologik asoslari, manbalari va ahamiyati deb nomlanadi. Birinchi mavzumizning rejasi quyidagilardan iborat. Birinchi reja O'zbekiston tarix fanining predmeti va uni o'rganishning ahamiyati. Ikkinchi, O'zbekiston tarixi fanining metodologik tamoyillari. Uchinchi, O'zbekiston tarixini davrlashtirish va uni o'rganishdagi asosiy manbalar. To'rtinchi, O'zbekiston tarixi fanining komil inson tarbiyasidagi o'rni va roli. O'zbekiston tarix fani birinchi mavzusini o'tishda asosiy rahbariy adabiyotlar va asosiy adabiyotlarni slaydimizda keltirib o'tilgan. Bulardan foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Tarix so'zining o'ziga e'tibor qaratadigan bo'lsak, tarix so'zi arabcha so'zdan olingan bo'lib, o'tmish voqealar haqida hikoyalar degan ma'noni anglatadi. Shu jumladan O'zbekiston tarixi faniga ko'plab ta'riflar berib o'tilgan, jumladan birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov ham o'zlikni anglash tarixni bilishdan boshlanadi. Tug'ilib o'sgan yurtida o'zini boshqalardan kam sezmay, boshini baland ko'tarib yurishi uchun insonga albatta tarixiy xotira kerak. Tarixiy xotirasi bor inson irodali insondir. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, jamiyatning har bir a'zosi o'z o'tmishini yaxshi bilsa, bundan insonlarni yo'ldan urish, har xil aqidalar ta'siriga olish mumkin emas. Tarix saboqlari insonlarni hushyorlikka o'rgatadi, irodasini mustahkamlaydi. Inson uchun tarixdan judo bo'lish, hayotdan judo bo'lish demakdir. Tarix xalq ma'naviyatining asosidir degan fikrlari juda ham qimmatli hisoblanadi. O'zbekiston tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, jumladan bizning yurtimizda O'zbekistonda davlatchilikning boshlanishi 3000 yillar deb qaralmoqda. O'sha 3000 yillar oldin O'zbekistondagi asosiy manbalardan hisoblangan Avesto kitobida ham vatanimizdagi ilk davlat o'choqlari bo'lganligi tarixda aniqlangan, isbotlangan. Jumladan dastlabki davlatlar haqida gapiradigan bo'lsak, Katta Xorazm davlati, So'g'diyona, Baxtriya davlatlari o'sha O'zbekistondagi davlatchilikning boshlanganligidan dalolat berib turadi. Endi tarix haqida fikrlarimizni davom ettiradigan bo'lsak, o'zlikni anglash tarixni bilishdan boshlanadi degan g'oya asosida davom ettiramiz. Kishilik jamiyati qaror topganidan buyon odamzod avlod ajdodlari kimligi, qanday hayot kechirganligi, nasl nasabi, o'zi tug'ilib voyaga yetgan zamin, vatanining o'tmish tarixini bilishni istaydi. Dunyodagi barcha xalqlar o'z tarixini muqaddas deb biladi va uni sevib o'rganadi. Har bir xalqning tarixi, uning shonli sahifalari ham, fojiali davrlari ham o'sha xalqlarning o'zi uchun qadrlidir. Tarixni o'rganar ekan, inson undan birinchi galda ma'naviy ozuqa oladi. Ajdodlarning bosib o'tgan yo'llarini tahlil qilib, ularning yutuqlaridan faxrlanadi. Tarixda yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklardan o'zi uchun muhim saboqlar chiqaradi. Kelajak haqida mushohada yuritadi. Shu bilan birga har bir xalqlarning tarixi umumiy insoniyat tarixining ajralmas qismi bo'lib, o'z tarixini sevgan inson boshqa xalqlar tarixiga ham hurmat ko'zi bilan qaraydi. O'zbekiston tarix fani haqida juda ko'plab ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Jumladan bizda O'zbekiston tarix fanini o'rganishni uning predmeti va obyektiga bo'lib o'rganishimiz maqsadga muvofiq deb qaraymiz. Jumladan predmet haqida gapiradigan bo'lsak, mamlakatimiz hududida eng qadimgi davrlardan boshlab hozirgi kunga qadar kechgan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlar yaxlitlik, uzviylik va o'zaro aloqadorlikda o'rganiladi. O'zbekiston tarix fanining obyekti esa mamlakatimiz hududida kechgan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy jarayonlar, ishlab chiqarish kuchlari va vositalarining takomillashib borishi, til va yozuv, ilm-fan va madaniyatning rivojlanishi, davlat boshqaruv shakllari va evolyutsiyasi, etnik jarayonlar, urf-odat va rasm-rusumlar, diplomatiya va elchilik aloqalari haqida, sulolalar, tarixiy geografiya haqida, milliy ozodlik harakatlari haqida,
din, mafkura va turli g'oyalar haqida, buyuk tarixiy shaxslar, davlat arboblari va boshqalar haqida obyektiv ma'lumotlar berib o'tadi. O'zbekiston tarixi fanini o'rganishda hammamizga ma'lumki juda ko'plab yordamchi fanlar yordam beradi. Jumladan, tarix fanini o'rganishda qadimshunoslik fani hisoblangan arxeologiya fanlari, antropologiya, etnografiya, lingvistika, epigrafika, numizmatika, xronologiya, genealogiya, manbashunoslik va boshqa fanlar tarix fanini yoritishda ko'plab o'zlarining yordamini beradi. O'zbekiston tarix fanini o'rganishimizda asosiy manbalar mavjud. Ular ikkiga bo'linganligini bilamiz. Ya'ni moddiy yodgorliklarga bo'linadi va ma'naviy yodgorliklarga bo'linadi. Tarixiy manba deganda uzoq o'tmishdan qolgan tabiat va jamiyatning ma'lum bosqichidagi kechmishini o'zida aks ettirgan moddiy va ma'naviy yodgorliklar tushuniladi. Moddiy yodgorliklarga nimalar kiradi? Moddiy yodgorliklarga ibtidoiy odamlar istiqomat qilgan va dafn etilgan joylar, mehnat va urush qurollari, bino va turli inshootlar, uy ro'zg'or buyumlari, zeb-ziynat, taqinchoqlari va boshqa moddiy buyumlar, ashyolar moddiy yodgorliklarga kiradi. Ma'naviy yodgorliklarga esa ma'naviy yodgorliklarga yozma manbalar, bitiklar, qo'lyozma kitoblar, hujjatlar va arxiv materiallari kiradi. Bundan tashqari xalq og'zaki ijod namunalari, afsonalar ham ma'naviy yodgorliklarga kiradi. Shu jumladan aytib o'tishimiz kerakki, insoniyat O'zbekistonda arxeologik qazishmalar natijasida aniqlangan ma'lumotlarga asoslanib aytishimiz mumkinki, 1 million yildan beri yashab kelayotganligi aniqlangan. Jumladan qayerda? Teshiktosh g'ori, Surxondaryo viloyati va Farg'onadagi o'sha Seling'ur g'orlarini olib borilgan tadqiqotlar natijasida ibtidoiy odamlar istiqomat qilganligi va ularning turli xil mehnat va urush qurollari topilganligini ko'rishimiz mumkin moddiy yodgorliklar misolida. Va o'sha joylarga dafn etilgan o'sha 10-12 yoshli bolaning suyaklarining ham topilganligini ko'rishimiz mumkin g'orlardan. Demak, insoniyat O'zbekiston vatanimizda 1 million yildan beri yashab kelayotganligi va o'sha joyda asosan boshpana sifatida o'zlariga g'orlardan foydalanganligi va keyinchalik insoniyatning boshqa boshpanalarga ko'chib o'ta boshlaganligi va bunaqa g'orlarning keyingi davrlarga taalluqli juda ko'plab topilganligi bizga guvohlik beradi. Demak, O'zbekiston tarix fanini alaykum o'rganishda talabalar uning asosiy maqsadi va O'zbekiston tarixi mavjud. Bo'yicha birinchi tarix fanini o'rganishda maqsad nima ekan? O'zbekiston tarix fanini o'rganishda maqsad O'zbekiston tarix fani predmeti, nazariy metodologik asoslari, manbalari va o'qitish orqali o'quvchilar yurtimiz hududida kechgan ijtimoiy siyosiy jarayonlarni mustaqil tahlil qilishga o'rganadi. O'zbekiston tarix jarayonlarining rivojlanish qonuniyatlari, sabab va oqibatlarini tushunib, O'zbekiston tarixi ochib berish metodologik yoshlarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish, O'zbekiston tarixini ma'naviy va uni o'rganishdagi salohiyatlarni yuksaltirish, ajdodlar an'analariga sadoqat, komil inson tarbiyasini anglashga o'rgatish asosiy maqsad qilib belgilanadi. O'zbekiston tarix fanining vazifalari o'tishda asosiy rahbariy adabiyotlar, ilg'or, taraqqiyparvar adabiyotlar, demokrat kuchlar hamda davlatlarning keltirib tajribalarini umumlashtirish asosida xalqimizda yangicha ijtimoiy siyosiy dunyoqarashga e'tibor qaratadigan bo'lsak, tarix so'zi taraqqiyotning so'zdan olingan bo'lgan tamoyillariga asoslangan yo'llarni to'g'ri belgilab olishga ko'maklashish, shu jumladan xatolarini tarixlamaslik, aniga ko'plardan zarur saboqlar ta'riflab berib o'tilgan, jumladan birinchi prezidentimiz millat kelajagiga xavf soluvchi asosiy omillarni oldindan ko'ra bilish, o'zlikni anglash, tarixni bilishdan boshlanib bartaraf etish, o'sgan yurtida qo'shni va dunyo xalqlari bilan sezmay hamjihatlik, boshini baland ko'tarib yashashini insonga albatta asosiy vazifalar kerak. Tarixiy xotirasi bor inson O'zbekiston tarix fanining metodologik tamoyillaridan qat'iy nazar to'xtaladigan bo'lsak, har bir a'zosi bu tamoyillar 5 ta tamoyilni yaxshi bilsa, undan ular slaydimizda keltirilgan ta'riflar bilan birinchisi tarixiylik tamoyili emas. Ikkinchisi xolislik tamoyili, insonlarni hushyorlik, uchinchisi manbalar bilan asoslanganlik tamoyili,
To'rtinchisi, O'zbekiston tarixining mintaqa va jahon tarixini bog'liqligi, xalq ma'naviyatining asosidir degan turli qadriyatlar, xalq an'analari, urf-odatlari, diniy e'tiqodlar, O'zbekiston tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, tarixiy madaniy taraqqiyot nuqtai nazaridan yondashish davlatchilikning boshlanishi O'zbekiston tarix fanini deb qaralmoqda. Asosiy davrlashtirish masalasi muhim hisoblanadi. O'zbekiston tarixini davrlashtirishning manbalaridan hisoblangan Avesta kitobilar arxeologik davrlashtirish, ya'ni cho'qlari bo'lganligi qazishma ishlari natijasida toplangan, isbotlangan. Jumladan dastlabki davlatlar haqida gapiradigan davrlashtirish, katta Xorazm tarixiy davrlashtirish, Baktriya davlatlari asosiy ishlab chiqaruvchi kuchlar va ishlab chiqarish usullariga davrlashganligidan sulolaviy davrlashtirish va boshqalarga. Endi tarix haqida fikrlarimiz davom etib davrlashtirish turlicha olimlarimiz tomonidan tarixni bilishdan boshlanadigan ko'rsatilib o'tiladi. G'oya asosida davom ettiramiz. Kishilik jamiyati to'da davr topganidan buyon odamzod aytadigan bo'lsak, kishilik jamoasi va qanday shakllanib nasl nasabi, ilk o'zi tug'ilib yetgan zamin, o'rta asrlar davri, o'tmish tarix, mamlakatchilik va milliy uyg'onish davri, dunyodagi barcha xalqlar o'z tarixini muqaddas demokratik va uni fuqaroviy har bir jamiyat qurish davrlariga uning shonli sahifalari ham, ularning fojiali davrlari ham kengroq ochib qaraydigan bo'lsak, birinchisi ilohiy jamoat tuzumi davri o'rganar ekan. Bu qaysi davrlarni o'z ichiga oladi? Birinchi galda ma'naviy taxminan bundan 1 million yil avval boshlanib o'tgan yo'llarni tahlildan avvalgi 2000-yillardan o'rtalariga qadar davom etdi. Yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklardan bu davrda olish uchun muhim savollar chiqaradi. Insoniyat kelajak haqida mushohada yuritadi. Insoniyatning shu bilan